So'nggi tarqayotgan tezkor xabarlarga ko'ra, G'azodagi genotsidga qarshi kurashib kelayotgan People Against Genocide harakat faollari Buyuk Britaniyaning Lester shahridagi Isroilga qurol yetkazib berish bilan shug'ullanadigan Elbit Systems zavodiga qarshi fuqaroviy hujum uyushtirishgan. Harakat a'zolari Isroil armiyasi dronlarining muhim ehtiyot qismlari ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan bino shiftini vayron qilishgan. Binoning maxsus xonalaridagi havoning ma'lum darajada o'zgarishi uning ishlab chiqarish quvvatini falajlashi hamda zavodning faoliyatini oylab to'xtatib qo'yishi mumkinligi aytilgan. Harakat a'zolariga ko'ra, bu G'azodagi davom etayotgan genotsid fonidagi kichik amallarning katta ta'siridir. Guruhning 6 nafar ishtirokchisi Elbitni yopish uchun to'g'ridan-to'g'ri choralar ko'rganlaridan so'ng hibsga olingan. Ulardan ikkitasi mikroavtobusni majmua darvozasiga urganligi uchun hibsga olingan bo'lsa, qolgan 4 kishi Lesterdagi Isroilga aloqador harbiy dron zavodining tomidan tushib, maxsus xonaning toza havosini ifloslantirish, zavodni esa ishdan chiqargani uchun qo'lga olingani aytilgan. Guruh a'zolari hozirda Lesterdagi politsiya bo'limida hibsda saqlanmoqda. Mahalliy aholi esa bugun kechqurun Britaniya vaqti bilan soat 18:00 dan boshlab politsiya binosi tashqarisida temir, qozon va tovalar bilan shovqin ko'tarib namoyish o'tkazishni rejalanganligi aytiladi.